Muzlamasdan yoqqan qori xavfli tomoni nimada bo'lishi mumkin? Bu yosh bolalar bo'ladimi, kattalar bo'ladimi, oyoqdan suv o'tib ketib qolishi mumkin. Natijada davomli yurib qo'ysa, oyoq muzlashiga va tomoq og'ruvlari, burun bitishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Bolalarga ehtiyot bo'lib turasizlar. Mana bugun kecha qor yog'di, bugun ham qor yog'di. Bu juda yaxshi, lekin muzlamagan qor. Yer nam. Bu oyoqqa o'tib ketish xavfi bor. Oyoq kiyim orqali. Natijada shamollashga sharoit yaratiladi. Oyoq muzlaydi. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Ishxonaga bordingiz. Oyoqdan suv o'tib ketib qolgan tuflidan. Iloji yo'q, orqaga qayta olmaysiz. Oddiy salfetkadan olib oyoqni quritib olish mumkin. Almashtirib. Endi oldin gazetalar bo'lardi, hozir mana oddiy salfetkada bor. Rulonli salfetkalar hamma joyda bor. Yoki oddiy salfetka, qo'l artgan salfetkadan foydalanib oyoqni quritib olish mumkin. Yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa yoki kechqurun bo'ladigan bo'lsa, mana ishdan qaytayotganda oyoqqa vannalar, garchichnikli vannalar qilish mumkin. Agar mumkin bo'lsa, nemis qarama-qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, kattalarda, kichkinalarda holatiga qarab vanna, garchichnikli vanna bilan chiqib ketish mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bolalarning oyog'iga e'tibor beringlar. Bog'chadan kelayotganda, bog'chaga borayotganda paypog'ini ushlab qo'yinglar. Suv o'tib ketganmi, yo'qmi, o'shanga qarab ish tutinglar. Bu ancha kasalliklarni oldini olgan bo'lasizlar. Sog' bo'linglar.